Arkadaşlar işin başında Allah Teala'ya maqtu aytamiz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar yollaymiz. Anaki Qurban ayt yaqinlab kelayotadi. Bardinglardan qabaringlar bor, o'tgan gruppaga jo'natgan 6-iyun Qurban ayt. 5'i Arafa. 5'i Arafa. Endi şol yerde bu Qurban aytdı ya Qurban aytdı. Sıra. Kurban aytması gerek. Bu. Ne? Bu da aytdı. Bu değil, bu kurban değil. Kurban. Bu da aytdı. Qurban aytdı. Kurban. Bu. Bu emas, bu. Kurban. Bu. Kurban. Qurban. Kurban çık. Kurban Bu ayt. bo'lganda bo'lak ma'noga ketib qoladi-da, qurmandiq. Qurbandiq. Qur bu Alloh taolaga yaqinda degan ma'noni tushuntiradi ekanda. Shuning uchun qurbandiq deb aytiladi. Demak, o'sha qurbandiqning shartlari, erejalari jonda bayon qilingan. Qurbandiq chalı kimlarga vojib? Bu har bir musulmon chalsa bo'la turgan narsa. Biroq birodan qarz olib emas. O'zining Kişinidir. sharti yetsa. Misol uchun zakat berishga mumkinchiligi bor odam qurbandiq chalishga millatli bo'lib turadi-da. Yana ko'ylak aqchalar yig'ilganda 127 ming qancha so'm bo'lsa 400 120 vay nima aytdi o? Maqsad 400 bo'lgan shunday. O'shancha eng oz o'shancha aqchasi bo'lsa, aga vojib qurbandiq chalishdi. Endi hozir har bir uyda var ya. Bir uy bir torp bir uy bir yilqisi bo'lsa, o'shaning ashchada sunmat. Qaysi jandiqlardan qurbandiq chalinadi, yana qanday shart bo'ladi? Eng qurbandiqqa chalinuvchi jengilroqlari bu jandiqlar anisidan eski, biroq negizidan qo'y. Ularning yashi agar eski qurbandiqqa o'tirgan bo'lsa, siz 1 yoshdan o'tish kerak. Alemi qo'y bo'lsa, agar 6 oylik bo'lib turib, so'yok saqtu etdi bo'lsa jaraveradi. Qo'ydan bolasi. Ondan keyin qaramal. Biroq qaramalda 7 odam chalgani yaxshiroq deydilar. Birovga o'g'ir tushmasin uchun. O'sha narsani misol uchun 7 odam cho'g'ilib turib bir qaramal olib, o'shani qurbandiqqa chalsa, har kim shu o'zining atidan atash kerak ekanda, men palonchaning bolasi palonchaning atidan shu qurbandiqda Allohim qabul qil deb. O'sha vaqtda bir odam bunday bir ibrosi ko'p keng bo'lsa, cho'ng otam palonchaning, cho'ng onam palonchaning, otam, opam, akam, ukam deb turib, 7 odamdan atini atab turib, shu bir qaramalda qurbandiq chalsa bo'laveradi-da. Özü. Ova. Bo'laveradi, o'sha sema bir urukdan atadan taraganlar o'zinchalik beradigan chalan. Bo'lmasam har xil tarafdan 7 odam cho'g'ilib bir qaramal so'ysa, bu bo'ladi. Yemallardan eti qanday bo'linadi? Onu har xil shartlar bor. Eng birinchi sharti 3 ga bo'lib turib, bir bölgün bebecharaga, bir bölgün qo'ng'ish o'g'longa, bir bölgün o'zining bola chaqasi bilan. Ikkinchi sharti jonila 2 ga bo'lib turib, 2 o'ltirib, jarmin taratib, jarmin o'zjasi bo'ladi. Yana bir sharti bola chaqali bo'la turgan bo'lsa, uyinda 10 ta bolasi bo'lsa, unda o'zlariga cho'g'i kesada bo'laveradi. Qurbandiq ayt namozidan keyin so'yiladi. Agar o'shaga cheyin so'yilib qolsa, al qurbandiqning so'g'ina yetmaydi. Jonili so'yilgan narsa bo'lib qoladi. Yana so'yganda Bismillohu akbar so'zi so'zsiz turda aytish kerak. Boshqa to'xtamal so'ygan siyoq bo'ladi. Namazdan keyin. Namazdan keyin o'tamiz. Namazdan murun so'yilib qolsa bo'lmay qoladi. Qurban ayt, cho'ng ayt deb ataladi. Bu 3 kun ayt. Birinchi kuni so'yilmay qolsa, ikkinchi kuni so'ysa bo'ladi. Ikkinchi kuni so'yilmay qolsa, uchinchi kuni so'ysa bo'ladi. Uchinchi kuni so'yib turib, boyaga elga berishga
yo'sin boshqa sharti bo'lmay qolsa, anda 4-kunü taraf berse de bo'laveradi. Negizi muzdalishi o'sha 3-kundan oshpash kerak. 3-kunni asrına cheyin. Qurmandiqdan birinchi qani yerga tamchilagandan boshlab, al qurmandiq chalgan odamning gunohi kechirilgan avalda bo'ladi deb shu qurmandiqning qasiyatlari shunday aytiladi. Yana shu qurmandiqqa chalingan narsa Sirat ko'prasida o'tishga yordam etyapti.